Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana bugungi ishimiz Panjakentdan bo'ladi yana. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mana telefonning ekraniga ham sig'mayapti. Kosmosimizni kattaligi uchun 2.74 bo'lgan. Chista alikarbondan bo'lgan. Qora joylari 4 mm alikarbondan tunik ishlatilgan. Qora joylari original alikarbon. Hop, oq tunka bilan shaklan tunkani kombinatsiya qilingan. Keyin ana bu o'rtasiga mana tilla rangli akrilli perforatsiya qilingan deydi. Nima deydi? Shunaqa qilingan mana. Ko'rishinglar mumkin. Mana ikkita kosmos qilib berganmiz. Ish sifatiga bitta baho berasizlar o'zingizlar. O'zi bilinmayotgan bo'lsa kerak, ish sifati ham juda ham a'lo darajada. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa. Ko'ryapsizlarmi? 2.74 lik. Hop, bu tomonga esa ikkita kombinatsiya qilib lyustracha qilib berganmiz akamizga. Ko'rishinglar mumkin mana 80 hop 1 metrga 1 metr bo'lgan. Ikkita mana 1ga 1. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar xudo xolasa aziz tomoshabinlar. Ko'ryapsizlarmi? Lyustrani ham dodasini qo'yganmiz. Buni o'zimiz qilganmiz noldan. Kimga shunaqa lyustrachalar kerak bo'lsa, liboy razmerga yasab beramiz. Razmerning farqi yo'q. Ichiga podsveti qo'yilgan, liboy razmerga yasab cho'tib qilib beramiz. Shuni olib borib samiraga xotirib o'rnatib olsanglar bo'ldi. Bu tomonda esa mana kosmoslarimiz. Kimga shunaqa kosmoslar kerak bo'lsa, mana ko'ringlar. Liboy razmerga qilib beramiz kosmosni ham. 1-2 o'ndan 4 metrgacha qilib beramiz. Chista alikarbondan ishlangan mana bu qora joylari oq tunka bilan shakllangan tunka perforatsiya qilingan mana. O'rtasiga mana akril tilla rangli gullarimiz kombinatsiya qilib ishlangan. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Doimo sog' salomat bo'linglar aziz tomoshabinlar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videolarimiz keng tarqalishi uchun bitta like turib qo'yamiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatli kerak bo'lsa, aziz tomoshabinlar, aloqaga chiqaverasizlar. Hozir balandga chiqqandim, sal nima bo'lib qolibdi. Aziz tomoshabinlar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.